Umuman bugun kutilmalar oqlanmagan kun bo'ldi. Maksam kutmagan bo'lsa kerak bunchalik bo'lib ketishni. 17 daqiqasi parterda nazorat bilan o'tdi. Endi Oq uy turniri Va zo'r bo'ldi mana shu. Nima sababdan o'zbekistonlik jangchilar qo'shilmay qoldi? Jon Jonsning qaytishi mumkin degan gapni chiqarish kerak emas. Konor qaytadi. Dena bizga ber. Hech bo'lmasa Armanni qaytarsa. u futbolger bo'lib ketyapti yaqin. Arman borib oktagonga chiqib ketadi. UFC uni qulog'idan tortib olib chiqdi. Qonli jang birinchi raundning o'zida. Birinchi raund finish Ilya Topuria Yengen Tazim toifasining yangi chempioni kutib oling. Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. Oktagonda YouTube kanalida navbatdagi podkast olinyapti. UFC asosiy mavzuyimiz UFC 326 turniri biroz avval yakunlandi va u yerda BMF kamari uchun jang bo'lib o'tdi. Ajoyib deb aytilardi bu jang boshlanmasidan oldin, lekin keyin mutlaq fikrlar o'zgarib ketdi. Davron Fayziyev hamda Farruh akamiz, Farruh Ismoilov studiyamizda mehmon. Asosiy voqelikdan boshlayveramiz. Shu BMF kamari uchun navbatdagi jang. Charles Oliveira, Max Holloway. Kutilmalar qanaqa bo'ldi va jang qanaqa o'tdi? Davron aka, sizdan boshlaylik. So'nggi paytlarda UFC ko'p narsalarga chalg'iyapti. Masalan, Dana White boksga kiryapti sekin-sekin, professional boksga. Keyin bilmadim, yulduzlar yetishmayaptimi, biroq oxirgi raqamli turnirlarda kart juda zaif terilyapti. Masalan, bugungisini oladigan bo'lsak, Oliveira va Holloway afsona, lekin co-main eventga 7 va 8 reytingli jangchi qo'yilyapti-da. Baralyo bilan Derrider. Ikkalasi ham oldingi jangida yutqizgan. Bu juda kam uchraydigan holat. Bu qanaqa, to'g'ri, ba'zida shunaqa kart yig'iladi, qachonki yilning eng muhim voqealardan biri bo'ladi-yu. Shundoq ham auditoriyani yig'ib oladigan. Yilning eng muhim voqealardan birida keyingi janglarida kartni sal zaifroq qilishadi. Shunda ham co-main eventga kamida da'vogarlar jangi bo'lishi kerak-da. Bu yerda esa umuman kartga e'tibor qilinmaganmi yo butun e'tiborni Oq uydagi turnirga qaratishganmi? Shunda ham Oq uydagi turnir ham kutilmalarni oqlamadi. Umuman bugun kutilmalar oqlanmagan kun bo'ldi desak bo'ladi. Co-main event kutilmani oqlamadi, main event kutilmani oqlamadi, e'lon qilingan Oq uy karti kutilmani oqlamadi. To'g'ri, har bittasi misol uchun o'ziga yarasha qiziq taraflari bor. Misol o'sha Caio Baralyo bilan Derrider bir xil darajadagi jangchilar edi va 3 ta raund teng-teng jang bo'ldi. Shunisi bilan qiziq bo'ldi, lekin jang o'zi tempi past bo'ldi. Endi main eventga o'tib ketadigan bo'lsak, bu yerda ham misol Charles Oliveira jitser kurashga tortdi, parterda 5 raund nazorat qildi. Umumiy bir 17-18 daqiqa, biz 25 daqiqa bo'ladi o'zi jangga. O'shani 17 daqiqasi parterda nazorat bilan o'tdi. Birinchi, ikkinchi raundda hech bo'lmasa Oliveira bo'g'ishga harakat qildi. Intriga bor edi. Qani bo'g'ib qo'yadim deb o'tirdik. Bo'g'a olmadi. 3-raunddan u yog'iga bo'g'ishga ham harakat qilmadi-da. Bitta-ikkita urib qo'yapti, Mark Goddard aralashmasin deb bo'ldi. Auditoriya uvullavordi ikkita afsonaga. Men misol uchun ayblay olmayman Oliveirani, misol u g'alaba uchun hamma narsa qildi. Xuddi Diego Simeone Barselonaga qarshi himoyani ushlab yutib ketdi-ku. 3ta gol urib, bittasini o'tkazmadi, maqsadiga erishdi. Bu ham shunaqa bo'ldi-da. Lekin hech bo'lmasa mana main kartdagi ikkita jang deylik, chempionlik jangimi, da'vogarlar jangi bo'lganda ham biz o'sha bilan ovunardik. Shunaqa bo'ladi-yu. Ayollar o'rtasida bir chempionlik jangi qo'yardi. Hozir o'zi umuman oxirgi turnirlarda 8-martgacha bo'lmasa ayollar jangini qo'yib bersa bo'lardi, lekin shuni ham qilmadi UFC. Shuning uchun ko'pchilik muxlislar shumida degan xulosaga kelishdi-da, lekin aslida misol jang saviyasi yuqori bo'lishi kerak edi. Max Holloway bo'g'maslikka qarshi zo'r tayyorlanibdi. Mana shu narsa hayron qoldirdi. Misol uchun Oliveira bo'yingacha yetib bordimi, qo'yib yubormasdi. Lekin chiqib ketdi. Ikkala raundda hamma urinishlarini yo'qqa chiqardi. Shu narsasi yoqdi. Keyin Max oxirgi sekundlarda o'rnidan ko'tarilib baribir stoykaga qaytgani yoqdi.
Keyin agar yana chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, Charles Oliveira 100% ideal timing ko'rsatdi. Har raundda misol uchun uzoq borsa 1 daqiqa stoykada urishib turib takedownni hammasini oxiriga yetkazdi va Maxga turish imkoniyatini faqatgina 5-raund oxiriga, balki uni atayin qilgandir. Ya'ni matbuot anjumanida aytdi-ku, agar oxirgi 10 sekund urishish kerak bo'lsa urishamiz deb. Atayin qilgan bo'lishi ham mumkin. Shu jihatlarni e'tirof etsak bo'ladi. Endi Max uchun bu misol bir nima desa bo'ladi, katta tragediya emas bu mag'lubiyat, sababi o'zi bilamiz, u tabiiy yarim yengil vazn jangchisi hisoblanadi. O'z toifasiga qaytadi va u yerda yana chempionlik uchun kurashda davom etadi. Charles Oliveiraning keyingi taqdiri menga qiziq. Misol uchun unda har xil variantlari bor. Yoki Ilya Topuria hamda anaqani Justin Gaethje mag'lubiyatga uchragan qaysidir biri bilan jang o'tkazish yoki bo'lmasa Arman Tsarukyan bilan da'vogarlar jangini o'tkazish. Menimcha eng yaxshi variant shu, chunki baribir iyun band, iyunda ular hech qanaqasiga Oq uydagi turnirga kira olmaydi. Armanni yaqinlashtirishmaydi. Oliveira esa og'ir 5 raundlik jang o'tkazdi, 3 oy 4 oy ichida tiklanishga ulgurmasa kerak. Shundan kelib chiqib aytyapmanki, hozir bitta pauza ushlashadi. Arman bilan toki Oliveira tiklanib olsa, yoz o'rtalarigami shu ikkita da'vogar jangini o'tkazishadi. Bu yoqda g'olib chiqqani esa taxminan dekabr-yanvar oylarida o'zaro kurashsa bo'ladi. Agar Ilya Topuria u jangda yutadigan bo'lsa, unda qiyinlashadi. Nimagaki Ilya Topuriani orzusi bor, Islom Makhachev bilan jang o'tkazish. Agar u yuqoriroqqa ko'tariladigan bo'lsa, unda hammasi o'zgarib ketadi UFC uchun. Qaytadan boshlanadi qurishgan vaznda. Farruh aka, sizda mana shu UFC 326 turniri va asosiy jang haqida. O'zi umuman UFC 326 turniri, undan oldingi turnirlarni, raqamli turnirlardan kardi chiqqanida menda shunday taxmin bor edi. Bugun Oq uyni kardini ko'rib, aniq menimcha shunaqa, endi o'zimning shaxsiy fikrim. Nimaga bunday deyapman? Chunki bilasiz, UFC 2026-33-yillar oralig'ida translyatsiya huquqlarini Paramount Plus va CBC kanaliga sotgan. 7 milliard 700 million dollar evaziga avtomatik tarzda pay per view, ya'ni ko'rish uchun to'lash 120 dollardan 12 dollarga tushdi va translyatsiya o'sha holderlari, translyatsiya huquqi egalari katta ehtimol bilan Dana White'dan va boshqa rahbariyatdan so'ragan, ketma-ket katta afishali janglarni qo'yma. Ya'ni bo'lib bularga yaxshi-yu, qancha ko'p raqamli turnir bo'lsa, shuncha ko'p odam tomosha qiladi bu yerda UFC Plus'da, Paramount ham. Men shunday deb o'yladim. Nimaga? Chunki bugun UFC e'lon qildi Oq uydagi kartni va u yerdagi nomlardan kelib chiqib ham, ular menimcha bo'lib o'sha yil davomida aytadi-yu, dozani har bir oyga yo bo'lmasam har bir bu kvartalga prinsiplarga qarshi kelmaydimi bu? Masalan, doim o'zini uslubiga qarshi chiqishdi. Bu misol uchun to'g'ri oldin ham qilardi, lekin yana bir marta aytaman, misol katta, super katta janglarni ozgina bu yoqdagi kardini zaiflashtiradi, lekin co-main eventga tegish kerak emas. Ha, lekin Davron aka o'zi o'tgan yildan beri AQShda bo'lib o'tadigan o'sha turnirda, Freedom 250 da Dana White bir necha marta tarixdagi eng yaxshi kart bo'ladi deb kelayotgan va nega birdan uni fikri o'zgardi? Va bugun ham ko'ryapmiz, haqiqatan Davron aka sharhladilar. Boralyoni jangida ham o'sha hozir aytib o'tdingiz, ikkitasi ham avvalgi jangda yutqizgan. Muxlislar nima uchun tomosha qildi? O'sha main eventga tezroq yetib boraylik deb, ya'ni o'sha ikki afsonani jangini ko'raylik deb tomosha qilishdi va qaysidir ma'noda o'sha o'zlari kutgan narsani o'zi umuman o'sha UFC, TKO kompaniyasi, u egalari har doim shou qilib bergan. Hamma UFC desa uxlamay ko'rgan. Chunki hozir ham o'sha eski davrlarda ufurib turadigan ikki jang qilganda ham ko'pchilik o'yladi, biz haqiqiy o'sha mushtlashuv, shou, jang ajoyib UFC o'zining klassik an'analariga sodiq qolgan holda bo'ladi deb o'yladi-yu, lekin baribir muxlislar tomonidan o'zi Twitterda ham ko'p o'qidim, o'sha kartlar bo'yicha, ketma-ketlik bo'yicha tanlangan o'sha jangchilar bo'yicha savollar bor. Shu jumladan bizning auditoriyada ham bo'ldi. Nima sababdan o'zbekistonlik jangchilar qo'shilmay qoldi? Bu ham auditoriyani yaxshigina qizdirib bergan bo'lardi aynan UFC uchun. Rostdan
o'zi umuman masalan avvalgi yillarda eslayman, masalan bitta yorqin nom yaxshi jang yutqazsa, katta ehtimol bilan keyingi raqamli turnirda u main event emas, o'sha prelimda ham bo'lib qolishi mumkin edi. Hozir bu an'analar mutlaq cheklanyapti. O'sha Dana White'ning loyihalari, o'zi bu savolni alohida bermoqchi edim, Darun aka gapirib qo'ydi. Loyihalari balkim ko'payib ketgan, o'sha Power Slap, bu yerda boksga o'tyapti. Shular sabab bo'lsa kerak. Endi oq uyga o'taversak bo'ladi menimcha, yoki hozir o'sha asosiy jang haqida ozgina fikrimni bildirib o'tib ketmoqchi edim. Birinchidan o'sha uslublar o'rtasidagi to'qnashuvni ko'rdik. Tortdi, rosa xohladi, hattoki Davron aka, men ham sezdim, siz sharhingizda siz ham xohladingiz ochilishini Olivera. Lekin Olivera biladi, o'sha balki so'nggi yillarni o'tkazyapti, bunday imkoniyat boshqa bo'lmasligini. Birinchisi bu, ikkinchisi esa kecha o'sha necha ming odam yig'ilganda onasiga va'da berib qo'ydi, shu kamarni olib boraman deb, va risk qilmadi. Men ham kelayotganimda o'yladim, o'sha qaysidir yillardagi Atletico Madridga juda o'xshadi. Bitta gol urib, yopilib, o'sha g'alabani o'zi bilan olib ketish va uni ham tushunsa bo'ladi. Lekin Maxni ko'rdik, oxirgi sekundlarda chaqirib endi boshlaganda o'sha gong chalindi, futbolda hushtak chalindi deymiz. Xuddi shunaqa bo'ldi va qaysidir ma'noda biz kutgandik mana shunday ochiq jangni, lekin ochiq jangda o'sha o'tkazib yuborgandi Islomdan. Shunday zarbani menimcha yana xohlamadi Olivera va o'sha o'zining sinalgan uslubida jangni davom ettirdi. Menimcha unchalik Max ham kutmagan bo'lsa kerak bunchalik bo'lib ketishini. U ham o'ylagandi, balki 1-2 raund shunday bo'ladi, bo'g'ishga harakat qiladi, lekin Maxning xarakteriga qoyil. Bo'g'ilib qolmadi. Bitta narsada Maxda o'sha tayyorgarligi bitta tomonlama bo'lib qolgan, ya'ni parterda bo'g'ishga qarshi zo'r tayyorlangan. Hammasini bartaraf qildi, urinishlarni, takedowndan himoyani umuman ishlamaganmi, faqat yiqilib berdi. Masalan, yaqinda Pyotr Yan Merab Dvalishvili revanshida ko'rdik. Pyotr Yanni u stoykada Merab urib tashlaganidan tashqari eng katta ish hajmini nima qildi u Merab Dvalishvilini hamma urinishlarini yo'qqa chiqardi takedownga. Nechta bir 10 tami, 15 tami urinish qilib hammasini yo'qqa chiqardi. Shunga yo'naltirdi. Agar Merab uni yiqitib olganda bo'ldi, Pyotr Yanning boksi ham 0 ga teng bo'lardi. Va u shu tomonlama ikkita yo'nalishda tayyorlangan, ham stoykada, ham kurashda. Yiqitishga bermadi, stoykada tik holatda qoldi va ustunligidan foydalandi. Max Holloway bo'g'ishga yo'l qo'ymadi, lekin takedownlardan bittasidan ham o'zini himoya qila olmadi. Plus baribir o'ylaymanki, o'sha tafovut, vazndagi tafovut rol o'ynadi. Chunki biz bilamiz, UFC'da vazn o'lchashdagi vazn boshqa, undan ertasi kungi sportchilarning vazni juda farq qiladi. Meni nazarimda bir 5-6 kilogramga Charles Oliveira yirikroq edi Max Hollowaydan. Negaki unga o'sha klinchga yaqinlashganda yoki ustiga bosim qilganda Max umuman hech narsa qila olmayapti-da. Umuman harakatsiz holatga keldi. Shuning uchun Max yengil toifaga ko'tarilganda kurashchilar bilan uchrashish kerak emas, buni jamoasi bilan muhokama qilish kerak. Endi to'g'ri, u shunday toifaga kiradiki, hech qachon yo'q demaydi. Shunaqa kimni taklif qilsa bo'ldi, boraman deydi. Lekin bari faoliyatini keyingi qismida kamroq yutqazish uchun keyingi safar unga Sarukan bilan urishasan desa, ha desa, bu ham xuddi shu xato bo'ladi-da. Sarukan ham uni parterga tortadi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda taktikani ham o'ylash kerak Max Holloway. Mayli kurashchiga qarshi chiqdingmi, takedownlardan himoya bo'yicha ishlashing kerak. 5 raund 17 daqiqa faqat yotmaslik uchun unga alam qilib ketdi. Ko'rdi, oxirida jahli chiqib ketyapti. Tag'in ham mana xarakteri unaqa yomon bo'lmagani uchun qo'l berib anaqa qildi-yu, lekin jahli chiqib ketyaptiki, unda bor edi energiya. Tugab qolgani yo'q edi. Ursa bo'lardi, lekin urisha olmadi. Endi Oliveirani kelajagini qanday ko'rsak bo'ladi? Masalan, u hozir BMF kamarini yutdi, lekin keyingi janglarga xuddi o'shanga mos, kamarga mos, endi yorqin nomlar chiqib keladi unga qarshi. Oliveirani biz avvalgi maqomda hech bo'lmasa o'shanga yaqin darajada ko'rishimiz mumkinmi keyinchalik? Yo'q, hozir mana o'sha aytib o'tganimdek, Oliveira BMF chempioni sifatida yaxshi pozitsiyaga ega bo'ldi. Hozir unga kamida yo Sarukan, yo bo'lmasa narigi chempionlik jangi g'olibini berish kerak. Hozir undan past jangga ko'nmasa ham bo'ladi. Shunda o'shanga turib bera oladimi demoqchiman Oliveira. Baribir faoliyatda pastlash bo'ldi. Prime'dagi davri emasda hozir.
Keyini qanday bo'ladi demoqchiman. Sarukanga qarshi imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Agar Gejiga qarshi chiqsa, Gejini u yutgan, bo'g'ib qo'ygan, Gejini yuta oladi deb o'ylayman. Agar Ilya Tapuriyaga qarshi chiqsa, Ilyaning bazasi kurashchi. Ilya Tapuriya unga bunaqa oktagonda sudrab yurishga imkon bermaydi. Ya'ni bu yerda Oliveirada ikkita yo'l qolyapti va ikkalasi ham uning uchun juda katta risk. Sal kamroq risk agar Jastin Geji Ilya Tapuriyani urib qo'yadigan bo'lsa, Jastin Geji bilan uchrashsa, taxminan bir xil yoshda va uni avval yutgan, o'shandagina Oliveirada o'sha chempionlik kamariga erishish imkoniyati bor. Lekin bunday ehtimol juda kamdir. Tapuriya bilan Gejida hali katta savol bo'ldi. Endi bu umuman UFC'ning strategiyasiga ham bog'liqda. Ular bilasiz, hamma narsani kelishib, o'ylab, o'sha plyus, ya'ni yaxshi taraf, yomon taraflarni o'ylab qaror qabul qilishadi. Umuman men shunday deb o'ylayapman, balki revansh ham ko'rib qolishimiz mumkin. Endi bilmadim. Men shunday deb o'ylayapman, lekin hozir Davron aka yaxshi fikr, nom jihatdan Geji bilan Oliveira ham juda katta sell, ya'ni o'sha sotuvlarga sabab bo'ladigan. Agar endi juda qiziq UFC'ning strategiyasi, o'sha ko'rishi, mana shu vaziyatni qanday baholash juda qiziq bo'ladi. O'sha agar o'sha seyl nuqtai nazaridan bitta bo'lib boradigan bo'lsa, UFC'da ko'payadi. Boyagi kardlar soni ham ko'payadi. Hozir Abror aytdingiz, Oliveira torta oladimi keyinchalik dedingiz. Menimcha unga unchalik farqi ham yo'q. Chunki faoliyat yakunlanyapti. Bunday paytda o'zi Habibning bir zo'r gapi bor. Ikkita pik bo'lmaydi deb aytgan, bilasiz, jangchilarda bo'lmaydi ekan, lekin Pyotr Yan ko'rsatdi bo'lishini. Oliveira ko'proq hozir eng yaramas mushtumzo'r u bo'lib turibdi-da, o'sha BMF kamarini o'zi расшифровкasiga qaraydigan bo'lsak, sal qo'polroq, lekin o'zbekchada mana shunga to'g'ri keladi. Undan keyin ham sharq paytida ko'p aytdilar. Tabiatdan umuman unaqa emas-da. Shunaqa. Tabiatdan o'ta hurmat, xuddi shunaqa maksimal juda hurmat qiladi. Oilasiga e'tibor beradigan, hamma bilan yaxshi salom-alik qiladigan va menimcha katta janglar bo'ladigan bo'lsa, menimcha Oliveiraga farqi yo'q, yutqizib qo'yaman yoki yo'q, o'sha oxirigacha olib boradi. Balki bilmadik. Mana shu yil, bundan keyingi yil faoliyatida umuman oxirgi yoshi ham ancha katta bo'lib qoldi. Shu sababli mana shunday yorqin janglarda g'alaba qozonadimi, yo'qmi? Bugun ham umuman ko'pchilik ishonmaganda, favorit juda katta farq bilan hamma hisoblaganda Holloway, lekin ko'rdikki, Oliveira buning teskarisini ko'rsatdi. Davron aka aytganda, uni ham ayblab bo'lmaydi, natija uchun jang qilyapti. Endi Oq uy turniri Davron aka kanalida yozdingiz, o'sha bizni kutilmalarimiz, bu bizning muammomiz xuddi shunaqa. Shunaqa bo'ldi. Umuman kutilmagan darajadagi kart, ya'ni o'sha odatiy raqamli turnirlarga juda yaqin kart. Masalan, ba'zi raqamli turnirlarda kart undan ancha yorqin bo'lgan UFC tarixida. Lekin Oq uyda buncha shov-shuv bilan bunaqa kart e'lon qilish, bilmadim, Davron aka, sizda qanaqa fikr? Endi bu yerda yaxshi tomonini qidiradigan bo'lsa, Ilya Tapuriyani qaytishi, Alex Pereirani vazn toifasini almashtirib super og'irga o'tishi. Yaxshi tomon qidiradigan bo'lsa, lekin bundan boshqa men Oq uydagi turnirda yaxshi bir pozitiv narsa ko'rmayapman. Chunki o'sha aytilganidek, odatiy kart, o'sha biz o'rganib qolgan deylik 2-3 yil oldin, to'g'ri, oltin davri bo'ldi UFC'ning. O'sha oltin davrida har bitta raqamli turnirda 2-3 ta chempionlik jangi ko'rdik. O'sha davrga ham hatto tortmayapti-da. Chunki mana Cyril Gann to'g'ri vaqtinchalik kamar uchun jang olib boradi, lekin bu yerda misol uchun Jon Jonsning qaytishi mumkin degan gapni chiqarish kerak emas edi. O'sha gap chiqdi, bo'ldi. Bizga ko'zimizga Cyril Gann ko'rinmayapti-da. Pereira bilan Jonsni kutgan edik. Yoki bo'lmasa Justin Gaethje borar ekan, Ilya Tapuriya, Islom Makhachev degan afishani internetda sizdirish kerak emas edi. Biz uni kutdik. Shunaqa. Shuning uchun bizni kutilmalarimizga aylanib qoldi. Bu faqatgina UFC ayta oladi, biz rasman va'da qilmaganmiz deya oladi. Ikkita chempionlik jangi, bittasi vaqtinchalik kamar uchun. Qolgani reyting janglari. Sean O'Malley sobiq chempion, lekin bu yerda hech bo'lmasa agar Sean O'Malley bilan Merab Dvalishvili jangini qilib berishganda, bu yerda ikkita sobiq chempionni ko'rsak bo'ladi. Michael Chandler allaqachon haligi qulagan anaqa bo'yotibdi. Yo, nomga qiziqyapti, lekin raqibi oddiy bo'lib qolyapti ko'pida.
Masalan, Chandlerni ham Amerikada yaxshi ko'rishadi-yu. Xuddi shu ma'noda. Ha, Chandler endi Mauricio Ruffi yaqinda anaqani yutdi-yu. Rafael Fiziyev yaxshi taassurot qoldi, nokaut bilan g'alaba Roger qozondi. Conor deyishyapti. Ko'p Tortmaydi-yu. Xo'p, Chandlerda nom bor, lekin Maxachevni bir paytlar aytuvdi-da, UFC uni qulog'idan tortib olib chiqdi deb. Men ham qo'shilaman shu fikrga, chunki hech bir Chandlerni rejali zo'r bir ko'tarilgan davri yo'q UFCda. Hamma yutqizib yuradi. Shuning uchun men bu kartda to'g'risi zo'r bo'ldi mana shu jang degan narsa topa olmayapman. Mana bu zo'r, Tapuri, Geji, wow, ikkita avlod to'qnashuv, lekin oldingi varianti zo'rroq edi, Maxachev Tapuri. Bu ham mana ham zo'r. Alex Pereira super og'ir vaznga ko'tarilib, Cyril Gane bu super og'ir vazndagi eng tezkor jangchi. Bu ham wow. Lekin undan oldingi afisha dahshat edi-da. Jon Jons qaytishi. Mana shu narsa bizni chalg'itib qo'ydi. Oldingi insaytlar chalg'itib qo'ydi. Shuning uchun menga shaxsan to'g'risi oq uydagi kart uncha ma'qul kelmadi. Farruh aka? Endi umid qilamiz, chunki Dana White mana shu 1-2 kun oldin aytdi, 6 ta aniq kartdan 6 ta juftlik jangni ko'ramiz, 6 ta jang aniq bo'ladi. 7-chisi ustida ham ish ketyapti dedi, lekin bugun ko'rdik, 6 ta sanab chiqdik. Balki surpriz bo'lishi mumkin, o'sha katta nomlardan kimdir qaytishi mumkin yoki umuman kelishuv bo'lmagan hech qanaqa va mana shu hozircha shuni olib turinglar deb, lekin maqom Oq uy bu juda katta endi arena deb bo'lmaydi-yu, lokatsiya jihatidan juda katta lokatsiya hisoblanadi. O'sha ham adashmasam o'sha AQShning ancha PR. Xuddi shunaqa. Lekin nom jihatdan endi qanchalik amerikalik muxlislar uchun menimcha katta event. Endi hozircha reaksiyalar bo'lyapti, hattoki Conor McGregor ham yaxshi kart deb tweet yozgan, o'zi bo'lmadi. Rosterdan o'chirgani haqida ancha vaqt chiqdi, o'chirilgani haqida Conor, lekin o'sha UFCdagilar sizdirib, Conor qaytadi, Conor u bilan jang qiladi, bu bilan jang qiladi dedi va hamma katta umidlar bilan kutdi. Hozircha bori mana shu. Lekin UFCni ham bir tomondan tushunish kerak. O'sha aytaylik yuzaga kelgan bo'shliqlar, Ilya Tapuriya shaxsiy oilaviy muammolar sababli jang o'tkaza olmadi. Bu yerda Pereira mana shu ikkitasi hozircha tortib ketmoqchi. Endi ulargacha Sean O'Malley'ning jangi bor, lekin nom jihatdan sal oqsab qolgan men degan fikrlarga men ham qo'shilaman, chunki men ham anchagina sal kam o'sha afsonaviy kart chiqsa, magический anaqalar bilan chiqadi. Shu Paramount taqsimlayapti deb. Men Paramount o'rnida bo'lganda aksincha UFCga shart qo'yadi, bizni hech pul to'layapmiz. Hozir odamlar ESPN davri zo'r edi. Eslaydi-yu. Yiliga 1 milliard 100 million to'layapti. Paramount obro'siga putur yetyapti-da hozir. Mana misol uchun Paramountga o'tda UFC'ning kartlari tushib ketdi. Davrda o'zgardi degan. Menimcha talab qo'yish kerak, aksincha. Dena bizga ber, tiqib tashay 2-3 ta chempionlik jangini bitta kartga, hech bo'lmasa yilda bir marta odamlar junbushga kelib, hamma yoqda aylanib, o'shu bari UFC zo'r degan anaqa kelsin. Chunki hozir mana nima bo'layapti? Ikkita ketma-ket raqamli turnirni kardi zaif. Mana hozir bugun ko'rdik, hech bo'lmasa afsonalar ham yondirib berishmadi, shov-shuv bo'lmadi. Keyingi kartda mana Proxaska bilan anaqa urishadi. Oliver Yorqin nom emas-da mana. Undan oldingi jang co-main event ham juda yomon. Masalan, mayli Joshua Van o'sayapti. Tatsuro bilan. Yangi yaqinda chempionlik kamarini u ham qanaqa qo'lga kiritdi. Anaqani qo'li singanda qo'lga kiritdi. Ya'ni bu yerda ham kart o'rtacha, ketma-ket raqamli turnirlar bu reyting pasayishiga olib keladi-da. Shuning uchun hayronman, nega talab qilishmayapti, homiylar ham talab qo'ysa bo'ladi. Yaxshi kart beringlar, yulduzlar kamayib ketdimi? Ko'proq shunga ham bog'liq baribir, chunki baribir biz o'sha 10 yilcha oltin davrga guvoh bo'ldik. Har bir vazn toifasida yulduzlar, yengil toifa, o'rta toifa, Adesanyalar ham misol qolishmadi. Yengil toifadan super og'ir vaznda Jon Jonslar davri ketma-ket zo'r yulduzlar yetishib hozir ham bor misol uchun. Lekin ular negadir hozir harakatda emas. Misol Chimayev yoki Maxachevlarni
aralashtirsa bo'lardi baribir. Balki qanaqadir o'zini sabablari bordir. Oq uyda o'tkazilishi sababmi bilmadim bunaqa. Davroniki hech bo'lmasa Armanni qaytarsa ham. Shunaqa. Anchagina Arman hozir eng katta yulduzlardan biriga aylandi. Bekor yuribdi-da, eng katta yulduz hamma haqiqiy kuzatadi. BMF o'zi Bekor yuribdi va qayoqda ishlar bilan shug'ullanadi. Endi aytmoqchiman. Yinalar bilan videolar Ha, o'sha blogerlar bilan yana u futbolger bo'lib ketyapti yaqinda Arman. Futbolger. Kurashlarga tushib yuribdi. Ha. Grappling bo'yicha. Mana shu grapplinglar Arman Sarukanni hozir o'sha haypdaligi u o'sha RAF turnirlarini reytingini oshirib beradi. Hozir mana xuddi shu haypni UFC o'ziga olishi mumkin edi-da. Agar UFC anaqa qilmasa Arman borib shu Octagon ligaga chiqib ketadi. O'zi yana shu 1-2 yil emas, uzoqroq mana shu taomlari bilan yuradigan bo'lsa, tushib qoladi shu darajaga. Men shunaqa deb o'ylayman. Juda oshirib boryapti. Yo'q, u to'g'ri qilyapti. U to'g'ri U qilyapti. foydalanyapti, pul ishlayapti hozir. Hozir mana UFCni majbur qilyapti e'tibor qaratishga. Chunki UFC nima dedi unga? San nima deydi? Biz uchun anaqasan, nima deydi? Tartibsiz, biz senga ishonmaymiz. Eng muhim pallada pan berib qo'yishing mumkin. Deydi. U xatdan kelib chiqdi. O'sha Maxachev bilan jangda beli og'rib qoldi. Keyin Hooker bilan jangda kalla qo'yib qoldi. Mana shu ikkita sabab bilan uni Dana White yomon ko'rib qoldi. Lekin u hozir PR-ni kuchaytiryapti, mediasini kuchaytiryapti va hozir majbur etib har matbuot anjumanida Dana White'ga savol berilyapti. Ey, Arman Sarukanni kuzatib boryapsanmi? Arman Sarukan qara, zo'r ketyapti deb. Va u eng yaxshi gapirgan gapi nima bo'ldiki, xuddi shunday davom etaversin. Ya'ni yaxshi, yomon emas degandek qilib qo'ydi. Endi majbur, yo bunga Gejini beringlar, yo Tapuriani beringlar, yo kamida Oliveirani beringlar. Bitta zo'r yulduzini bo'sh qoldiryapti rostdan ham. O'zi umuman mana shu Oq uy kardida Islom Maxachevning bo'lmasligi qanaqadir bu siyosiyroq bo'lishi mumkinmi sababi? Masalan, Habib aytgandi, siz kanalingizda ham aytdingiz. Yo'q, Habib u siyosiy taraflama emas. Ya'ni mana bilasiz, o'zi Javier, Habib birgalikda hammasi qaror qabul qilishadi. Nima uchun qatnashmayapti White House'da? Nom katta, yaxshigina pul ishlab olish mumkin, hattoki bonuslardan ham yaxshi pul ishlash mumkin, lekin gap bunda emas. Habiblar murabbiy sifatida o'zi aytgan-ku, men murabbiy sifatida juda qattiq qo'lman degan. Islom harakat qildi. Nechta intervyusini hattoki siz ham tarjima qildingiz, biz ham chiqardik. Men urushaman, hamma xohlayapti, agar UFC o'sha shartnomani bersa urushaman dedi, lekin Habib unga yo'q, kerak emas, shart emas, shoshmasdan haypni ortidan quvishni umuman yoqtirmaydi bularning jamoasi. Strategiyadan chiqmasdi. Xuddi shunaqa, ular o'zi bitta yo'l tanlashgan, shu yo'l bo'yicha ketish kerak. Chunki double champ vazn chempioni bu qiyin erishilgan cho'qqi baribir. O'sha cho'qqida maksimal ko'proq ushlab turish niyatida. Hozir to'g'ri qandaydir strategiyalar qilib, Ilyani keyingi vaznga o'tkazib, misol yoki Islom tushib, hayp uchun, pul uchun ularga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Shu sababli menimcha strategiyani ushlab, asta-sekinlik bilan u joy katta jang bo'ladi, lekin nima uchun misol Hamzat yo'q? Hech kim bu narsani so'ramayapti. Misolda hamma islom deyapti. Chunki boshida Hamzat bo'lishi Islom, Jon Jons, Conor juda katta nomlar edi o'sha chiqarilgan insaydlar Oq uyni go'yoki tarixdagi, rostdan ham tarixdagi eng zo'r kart bo'ladi. Asosiy kartda 5 ta jangi ham titul uchun bo'ladi deyishganda. Aytgancha Davron aka, u jahon chempionati guruh bosqichi o'yinlari paytiga to'g'ri kelib qolyapti. Sal shu paytda bir Harul aka gapi bor edi-yu, konsertingizda jahon chempionati paytiga tayyorlab qo'ygan ekansiz deb Dana White ham biladi-yu, lekin anaqa muxlislar o'rtasida anchagina adashmasam o'yinlar paytiga to'g'ri kelib qolmasa bo'ldi. Menimcha to'g'ri keladi baribir o'yin vaqti qaysidir o'yin bilan ketishsa kerak baribir. Kesishadi. Guruh bosqichi va misol jahon chempionati bir oy davom etadi-yu, UFC bir kunda o'tadi deb. Qo'ramiz deyishimiz kerak. Yoki guruh bosqichi o'yinlaridan qaysidir bitta tanaffusli bir kun bo'ladi, o'shanga to'g'rilar balki. Lekin juda qiyin bu, juda qiyin, chunki jahon chempionati jamoa ko'paygani bilan. 14-da birinchi turga imkoni yo'q, umuman yo'q. Qaysidir o'yin bilan parallel kelsa kerak baribir. Xo'p, endi o'sha 7-jang adashmasam mana shu 326 media marosimida aytdan 7-jang ustida ishlayapmiz. Kim bo'lishi mumkin o'zi umuman? Agar bo'lsa bu, balki umuman bo'lmasligi ham mumkin, lekin endi qanchalik to'g'ri bo'ladi? Endi bitta jang qo'shilsa, katta ikkita nom qo'shilsa yana hamma xursand bo'ladi, lekin hozir
bu qanchalik amalga oshishini hech kim bilmaydi, lekin Dana White'ni o'zini o'sha og'zidan chiqqan mana shunday gap White'da harakat qilyapmiz dedi. Hozir Mana demak 14-iyun u 13dan 14 ga ekan. Braziliya, Marokash, Gaiti, Shotlandiya, Avstraliya va hali aniqlanmagan jamoa. Va 14-oqshom Germaniya, Kurasao, mana shu to'g'ri keladi aniq. Niderlandiya, Yaponiya va Cote d'Ivoire, Ekvador. auditoriya bo'linadi. Ha, yutib qo'yadi mana bu. Niderlandiyalar yutib qo'yadi. UFC. Kurasao, Germaniyani ham. Natija ma'lum-da, agar ikkita top terma jamoa uchrashganda yutqizardi. UFC reytingida yutqizadi. Yaxshi ham O'zbekiston kuniga. Lekin shu kuni juda noqulay bo'lib qoldi. Amerikada Menga noqulay bo'lib qoldi. Sharq ham tug'ilgan kunim shu 14-chi. 14-da do'stlar esingizdan chiqmasin, Davron aka Fayziyev tabriklash. Menimcha bo'ladi, yakunlasak ham. Fikrlar uchun rahmat. Qadrli do'stlar, Octagonda Telegram kanali bor, Instagram sahifasi bor va YouTube. Obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va mana shu videoni havolalarini do'stlaringizga ulashishni unutmang. Rahmat. Darvoqe bitta narsa qo'shib ketay. U 14-ga nima belgilandi? Tramp ham o'sha kuni tug'ilganda. Ha, yo'q. O'ziga to'g'rilagan u. Yana Oq uyda ofisdan uzoq emas. Ha. Jangdan keyin inshaalloh bo'lar. Bo'ldi menimcha. Xayr hammaga, salomat bo'linglar.